Xo'sh, bismillahirrohmanirrohim. Qarang, inoga bizda Excel o'qiymiz. Excel bizdaga nima hadaf uchun, nima maqsad uchun istifoda bo'ladi? Avval buni bilishlik bizga kerak. Saymi? Excel ham bizdaga Microsoft softverlarining ichiga bir qism softverga banomi Office olib kelayotganini ichiga qo'ygan bo'lsangiz. Office'ga qarang bizlarga xat bitmoq, documentation bakor keladiki, Word istifoda qiladi. Va daftarga bu ham istifoda bo'ladiki, bu girday calculation. Matlab bu bu muhosaba ham deb bo'ladi uni. Lekin muhosabatga sizga aytsangiz, men katta bir kompaniyaning ishini anjom qilaman desangiz, furushkolaki bor, ishini ishlaydi. Lekin Excelga anjom qila olmaydi. Excelga mushkulot ko'p tamom bo'ladi. Lekin Excel kichkina misli bir daftar ikimiz olish bilan sizga Afg'onistonga daftarlarga istifoda bizlar qila olamiz, lekin Excel bizlarga ish beradi. Sahih bo'ldi. Endi Excel xolosa shuna kichkina daftarda muhosabat korini desangiz, savdo va g'ayri tamom ijroatini bizlarga Excel ijro beradi. Excel aslida shu hadaf uchun bizlarga istifoda bo'ladi. Xo'p, Excelga biz hadafi faqat bizlarga muhosaba uchun ekan. Ya'ni spreadsheet software muhosabani software deb bo'ladi. Buni bizlar agar install qilib bir Office nasib qilganlar, Office ichiga o'zi mavjud, yo dozaraf bo'lsin, C bo'lsin, da bo'lsin, Sezda bo'lsin, qaysi bo'lsin. Saymi? Lekin ochaman desangiz, sizga olib program ichiga borib bizlarga Microsoft ichiga borasiz. Microsoft Office ichiga qarang, Excel bor. Say, yo agar berga ham banomi Excel agar siz bitsangiz bizlarga ochilib keladi. Excel. Say bildi? Yo ranga ham Excel type qiling, bizlarga Excel ochilib keladi. Xavatiga Excel'dagi ochdik. Excel Word bilan taqriban safar boshqa hamma joy bizlarga musoviy, necha joy bizlarga muxtalif deb oltini bilishni kerak. Saybildi? Qaysi masalan sizga qarang, bizlarga bor title bor, yo masalan menu fayl mavjud, yo boqiyatda buni hammasi misli Word'dek kerak. Lekin Word bilan muxtalif bizlarga kriteriyasida bizlar nima otga taniladi, boyat bizlarga bilsak, nima otga taniladi. Saybildi? Word'dan muxtalifotga tanlatganingizga avval bizlarga mavjud mana shu joy banomi name box deb bo'ladi. Otini nima deb bo'ladi? Name box. Masalan qarang. Xo'sh. Bizlarga buni otini name box deb bo'ladi. Shu xonani otini. Bu name box nima ishi va vazifasi inshaalloh mabaqin ba'dan keladi. Shu bilan sizga ma'lumdiki, men Excel'da ichiga qaysi xonaga mavjudman, bu yerda Excel mana shu xonaga. Ya'ni matlab meni bor xonamda adresini ko'rsatib taqtiydi. Adres box'am deb biladi. Qarang, men shu bilan qarang adres qo'yganman. Ko'rgan bo'lsangiz 7 dan to 2 nimagacha 2C gacha ko'rgan bo'lsangiz. Matlab 7 or 7 row intihob qilma shu bilan ikkita kolon matlab. Kolon C kolon mana beradi, or row mana beradi. Ya'ni o'qiymiz biz row kolon nima narsa. Siz shuncha bilingki name box meni adresi qaysi kunji men Excelga mana shuni ko'rdim. Masalan men shu bilan qayerga mavjudman? B yozdaga. Kolon number B, row number yozdaga men mavjudman degan name boxga bizlarga ko'rsatadi. Bitta muxtalif keladi. Dega different keladigan area bizlarga Excelda ichiga formula bor. Buni bizlarga nima deb bo'ladi? Formula bor deb bo'ladi. Formula bor bizlarga istifoda bo'ladi, ishlagan formulamizni formula borga view qilib ko'rsatadi. Masalan qarang, jamani masovini ko'rdingiz. Bu shu bilan men sizga aytib beraman, kallangizga bo'lsin, hamisha Excelga function istaysiz, avval masovi kerak bo'ladi. G'araz masovi bizlarga kod bermaydi. Masovini ko'rdingiz, masalan 45 jama 45. Bizlarga result chiqadi, qarang 90. 90 chiqdi, menga ma'lum emas, 90 ni men o'zim bitdim shu yerda, yo 90 meni hosilimdi. Ma'lum bo'lmaydi. Lekin ustiga kelib qarang, balangan formula borga bizlarga ko'rsatadiki, va berga function istifoda bo'ladi. Yana brute force tariqadan bu result olgan. Yana matlab formulamizni ko'rsatdik, nima formula function ishlaydi. Sahih? Bizlarga formulani xulosa ko'rsatadi. Next bizlarga bu ikki narsa muxtalif. Lekin ishni xona bilib ketaverasiz, otini biling shu bilan. Formula bor deb bo'ladi. Otini bizlarga nima deb bo'ladi? Formula Xo'sh. Next bizlarga bor inoga kolon. Kolon matlabi ku bor Adan shuru qiling. Microsoft Excelga 2003 ga to bizlargacha IV gacha edi. Ya'ni matlab total kolonimiz 256 kolon mavjud bo'ladi. Necha kolon edi? 256 kolon. Lekin ammo Microsoft 2007 ichiga bizlarga qarang qayergacha olib borib kolonlarni. XFD gacha. Bu faqat IV gacha edi. IV matlab bu ediki, masalan, Adan shuru qiling to zaifgacha
sonra a b a c ta oxirigacha ketadi, to i v kelgunicha edi. Matlab 200 kolomni tashkil qilib 256. Hali bu bizdaga 2000 da yo 2007 ko'rsangiz ayni x f d. Qancha kolomga izofa qilsangiz shuncha bizdaga shuncha intihogacha bizdaga keladi. Saybada kolom behi intiho izofa qilgan. Va hamchino buni kolom deb biladi. Ya'ni matlab xulosa a dan shuru bo'lganki va a. Mana qarang bir stun, ikkita, uchta, to'rtta shunday radifga ketaverasiz. A B C D. Ya'ni buni biring bizdaga bir kolom bo'ldi, ikki qancha ikki bo'lsa. Va roni ham qarang. Bundaliga ro deb biladi. Matlab bunda xatga suyan yak do'stdan shimol. Yak do'stdan qarang, ayni qanchagacha bizdaga kolom nima ro tashkil bergan Microsoft. Lekin 2003 ga bizdaga ro mavjud edi, 65060 gacha bizda emas, 60 gacha bizdaga ro edi. Hozir buni qarang, ayni o'nlaka sizga eshitgan. Ko'rasiz? Buncha izofa ro qilgan. Buni nima deb biladi bizdaga? Ro deb biladi. Otini bilsangiz bo'libdi. Va ro bilan kolomdan tarkibga bo'ladi. Uni bir-biriga zar ursangiz, bizdaga bir xona tashkil qiladi. Uni bir-biriga zar ursangiz, xona tashkil qiladi. Ya'ni matlab ikkovini zar uring bu muncha, uni misolida taqriban bir ming qanchalik xonaha tashkil qiladi, bizlarga sil deb biladi. Ko'rasiz? Lekin sillamay eslardan hamisha chiqmasin, bir silga bir hadafimiz kira oladi. Na ikki narsa. Masalan, xulosaning bu bizlarga mazrubdir. Bu mazrub fi'li bega hosili za. Ya'ni meni maqsadim mega bu bir xonaning ichiga siz taylay olasiz bir hadafingizda. Naki ikki hadaf buni ichiga taylanmaydi bir xona. Masalan, shu xonaga men hosil zarni man taylan, mazur fihini taylan. Men shu yerga hosil zarni taylanaman cho'ka. Hech vaqt taylanmayman. Xulosa bir xona biz bir hadaf uchun, bir maqsad uchun bizlarga Excel'ga istifoda bo'ladi. Lekin otini bilib ketaylik, shu bilan bizlarga nima deb biladi? Kolom, burro, rumni kolom tarkib bo'lib hosil bo'lganlarni bizlarga nima deb biladi? Xona. Ya'ni masalan agar sizga quloq soling. 3 ta kolomimiz shunday bo'lsa, o'ntam ro'yiz bo'lsa, uchta o'nga zarbining 30 ta bilan bo'lmaydi. Ya'ni 30 xona go'yoki shu chog'dan bizga tashkil qiladi. Yana shuning ichiga shunchaki bor bizlarga zarb keting qanchaki bizlarga tashkil bor. Nechta kolom bor, nechta ro bor, ro'lik ko'ringizlar nechta edi. Va kolomdan inshaalloh bizlarga information ham bor, bizlar bilsak qanday chiqadi, function ishdan bilan chaqiramiz ham beg'ayri vaziyat. Bir-biriga zarb ursangiz. Say bo'ldi. Bilatsiz, bu bizlarga xalos bo'ldik, ortga Degan Excel ichiga inoq qarasangiz, different bizlarga ki mavjud sheet otga ko'rgan bo'lsangiz. Shunchaki narsani qarang. Masalan, shuncha kolom, shuncha ro, bekoniki zarb urib siz hosil chiqarib tashkil sil berasiz. Bu faqat bizlarga bir sheet ichiga. Qancha ichiga bizlarga keladi? Bir sheet ichiga. Ammo bizlar Excel ichiga by default ochib keladi desangiz, nechta sheet ochilib beradi? 2008 ham, haftaga ham hammasiga nechta sheet ochiladi bizlarga? 3 ta. Lekin agar siz izofa qilib ketavering, qanchaki sheets barkor, o'shancha bizlarga izofa qilamiz. Microsoft 2000da o'z hafta ichiga mana shu batonni qo'ygan bizlarga insert sheet uchun. Sevaga bunga bor bu joylarga mavjud. Say mana shu baton. Va beg'ayr azul degan insert tab ichiga bizlarga insert sheet otga shot topilsa kerak ko'rsangiz. Mana shu sheet. Pivot table bo'lsa. Yordamga kerak. Chat page ustiga bo'lsa, chunki bizlarga page-ga sho'rlik kerak. Chat option ya direction ga joylab turadi. Mana aytmayman, menyuning tab ustiga borsa bizlarga chat ko'rsatadi. Breakga bu chat bo'lishi kerak. Xulosa siz shuncha va Microsoft bizlarga baton bergan qo'ygan va agar ustiga siz rost klik qilsangiz bergan bizlarga mavjud bo'ladi sheet insert qilmoqchi edi. Sheet message aytdimki, agar by default bizlarga nechtadan ochiladi? 3 ta ochiladi. Izofa qancha qilib ketasiz bizlarga edomasi bor. Ammo 2000 ichiga 400 optionga borsangiz, sheet faqat bizda 255 gacha birdan insert qilamiz. Bir tariqaga insert deyman desangiz, shoyat buni optioning ham 2000 dan ham siz agar optionning ichiga boring, shoyat bizlarga sheets bor. Qarang, include this many sheets qanchagacha bizlarga type qilgan bir workbook ichiga 3 ta gacha. Men bundan 256 qilaman. File optionning ichiga generalning ichiga qarang va creating ichiga bizlarga qancha? 255 gacha beraman. Ko'radingiz? 255 dan biz to'yib javob qila olmaymiz. Baravar 255. Qo'may o'kay qildim. Siz aytasiz, men 255 sheet yo'q. Bormish bular bizga. Ya men o'kay qildim. Buni matlabi ku bor, qachonki workbook anani buni close qilib boshqa ochasiz 255 ga beradi. Hali qarang, men buni o'chiray, workbookni o'chirdim bir tane, uni close qildim. Pas endi men boray faylni ichiga neni qo'yib ko'rgansizlar, ne? Bir blank workbook keltiring. Double klik qiling. Bizdaga nechta bor?
Ko'ryapsiz? Siz bir taraddudda mana bu yerdan qarang. Birdan oxiriga eshittiring. Qancha bor? 255. Izofa qilib ketavering. Qancha bo'ldi? 256, 7, 8, 9. Ya'ni birdanga keltirishlik bizlarga 255 gacha ko'riladi. Lekin izofa qilaman desangiz, ma'ni ham izofa sora qilib ketavering o'zingiz. Sahih bo'ldi? Bu uncha qachonda bizda taqriban biron vaqt one sheet va g'ayra bakor keladi, uni istifoda qilamiz. Muvaffaqiyatini sora inshaalloh vaqtdan izofangizni vaqt qilib ketaverasiz. Xo'p, korxonaga ana shunisi bizlarniki shuru kor qilaveramiz. Sahih bo'ldi? O'rganyapsiz. Biroz ma'lumot sizga. Ertadan ham bu dars ham korxonaga o'qiymiz. Chunki Excel'dagi balani menusini qarang, bizda hammasini tartib o'qiganmiz Wordga. Kim bilmaydi ki paste, cut, copy, rang bermoq, xatni baqqa o'tkazishlarni kim bilmaydi mana shu narsalar. G'araziki mana shu alignment ikkita farqi bor, ya'ni ikkita narsani o'qib oladi, o'zi bir o'y ko'rib o'tadi. Va agarna shu narsalarni bizlar Wordga o'tganmiz. Insert ichiga o'zi ishlarni o'qiganimiz picturelarni. Shu narsalarni siz hyperlink, text, header, footer, symbol o'qigansiz. Ammo pejlar chep safani sotmoqni o'qigansiz. Lekin muxtalif, quloq soling. Gita farqi bor. O'sha gita farqini biz o'qib olamiz ustiga. Lekin asl kor worksheet, workbook, dizayn qilmoq, akkaunt ishlamoq. Ya'ni matlab bizlarning korimiz buni ustiga accounting bor. Sahih bo'ldi. O'rganishdan uchun masalan sirf otini bilmoqda, sheet nima narsani aytadi varaq. Ha, bunchadan biling Microsoft Word ichiga siz ishlasangiz, baroma kitobni asnod nima dokument deb biladi, asnodga. Lekin bu ketiradi bizlarga baroma workbook. Nima ketiradi? Lekin bilgan bo'lsalar Microsoft ichiga unda juda bo'lmaydi. Shuni bo'ladi, nimasi dokumentda hech vaqt bo'lmaydi. Nima uchun? Bir kitob bitsangiz bir dokument ichiga bo'ladi, muxtalif dokument ichiga. Bir dokument ichiga bizga bo'ladi. Lekin ammo buniki bunday emas. Mardagi muhosabasi workbookga ketiradi. Muhosabaning kori dunyo. Birtaga emas, o'ntagasiz tashkil beradi. Mana o'rga sorasiga bizga zarat vaqt beradi bu narsa. Sahih bo'ldi?